3 xona, 4 xona qilingan Euro remont uyimizda sotuvga chiqdi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu uyimiz Chilonzor 11-kvartalda joylashgan. Shundoqqina yo'l yuzida asosiy zal mehmonxona qismi, televizorning zona, kirush prixoshkamiz. Uyimiz avtorskiy dizaynda remont qilingan. Bu yoqda bolajonlar xonasini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. O'zini televizorlariga ega. Xonadonimiz aytib o'tganimdek shundoqqina yo'l yuzida joylashgan. Shuhrat chorraha, shundoq Andalus supermarketining ro'parasida. Chilonzor metroga 5 daqiqalik yo'l. Mana o'zini garderob mishkaflarini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda o'zini razdenli sanuzel qismlari joylashgan. Uyimiz elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutni noldan remont qilingan. Qimmat va sifatli materiallar bilan remont qilingan. Mana dekorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. O'zining garderob mishkaflariga ega. Konditsionerlari ham qo'yib ketirilgan. 1,5 ga 3 balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Xonadonimiz narxi $93,500. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisiyaniyada telefon raqamini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.